Assalomu alaykum qizlar, xayrli kun hammaga. Mana bugun biz ijod mahsulini boshladik. Mana oilaviy bugunchamizni mana bu kattalarga, mana 3 degan nomerlarga, mana bu kichkinamga, 8 yoshli o'g'limga qizlar, manaman degan ichki qurtini tozalaydigan dorilar berganman, lechebniy narsalar berganman. Bittasini foydasi bo'lmagan, tegma bu kefir. Bitta mashi ta'sir qilgan mani bolalarimga. Bu bitta mani bolalarim hammaga zo'r effekt beradi. Keyin aytgancha aeroportda даже klizmalar qilib, bolalarimni qiynab, qanaqadir siroplarni berib, unaqa ham qilib tozalaganman, ishoninglar. Lekin bar nomer 1 mash 6 oyda bir marta ichkizaman. Polniy bolalarimni ichini очистка chotki qilib tozalab beradi. Mana hozir kichkinamdan boshlab ichkizamiz. Ha Imron, maza qilchasan, bolam? Men bolalarimga hech qachon zararli narsa bermayman. Tak что sizlarga ham ilindim, avvalinglar.